Mana oldingi videomda ham kommentariyaga ko'p bolalar yozishibdi, ular noto'g'ri gapirishdi. Gipsgardon chiqqaniga o'zi kino firmasini Germaniyada chiqarganda 100 yil bo'lgan. Rossiya 52-yil, 53-yilda qilingan gipsgardonni mustaqillik paytlarida men buzdim-da. O'sha paytda bizganman, boshqatdan o'sha remont qilingan uylar. Ilgari bilsanglar eski ustalar biladi buni. Klamir qotiradigan tungachalar mana bunaqa 50 tali mixi bo'ladi, galovkasi katta, ana o'shanda qoqilgan ekan. O'shani biz boshqatdan mustaqillik paytlarida xullas o'shani men qilib berganman, bor-ku. Ketdi bu u paytda suxoy ishkaturka deyilardi. Keyin bu misol mana Germaniya texnologiyasiga kirib keldi. O'zimizda mustaqillikdan keyin ommalashib ketdi-da. Tushundim. Kimga To'lqin akam nomerlari, ishlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda shunday nomer yozib qo'yaman, o'zingizga aloqa bo'ldi. Xudo xolasa chiroyli qilib, sifatli qilib. Shogirddan olasizmi? Shogirdlar ham kerak bo'lsa olaman. Bo'ldi, shogirdlar ham shu shogirdlar ham kerak. Menga qilishsa nomer pul uchun kelishmasin, ha? Ish uchun. Ishi zakonni idealni qilib o'rgataman. Misol uchun mana zina sohasida ham mana mashinalarni ham o'zim qilaman. Malatkadan kelgan bunaqa obyektlarimdan ko'pmanda, xudo xolasa. Bo'ldi. Shunaqa gaplar. Bo'ldi, pastda nomer turibdi, aloqaga chiqasiz. Bemalol aloqaga chiqavering.